Rasmiy hujjatlar Ikkinchi jahon urushi tugaganidan keyin SSRda 3 milliondan ortiq nemis harbiy asiri bo'lganini aytadi. Ammo tarixchilar va tadqiqotchilar hali ham ulardan 10 minglab odamlar qayerga g'oyib bo'lganligi haqida bahslashmoqda. Hujjatlarga ko'ra, ular Germaniyaga qaytishlari kerak edi. Ammo ularning izi Sovet ittifoqi lagerida uzilib qoladi. Ko'pchilik ular chidab bo'lmaydigan mehnat sharoitida halok bo'lgan, kasalliklardan vafot etgan yoki depressiya qurboni bo'lgan deb hisoblaydi. Ammo boshqa versiyalar ham bor. Asirning bir qismi maxfiy loyihalarda ishlatilgan bo'lishi mumkin. Boshqalar esa hech qanday hisobotlar mavjud bo'lmagan lagerlarga yuborilgan. Bu tarix uzoq vaqt davomida maxfiy grif ostida qoldi. Hatto Germaniyaning o'zida ham bedarak yo'qolgan askarlarning qarindoshlari yillar davomida ular bilan nima bo'lganini aniqlashga harakat qilishdi. Ammo javoblar kam, savollar esa juda ham ko'p edi. Bugun biz ushbu jumboqni hal qilishga harakat qilamiz. SSRdagi harbiy asirlar nega ba'zilari uyga qaytdi, boshqalari esa iz-tuzsiz g'oyib bo'ldi? Va haqiqatdan ham ba'zi lagerlarda faqat so'zlarda mavjud bo'lgan va ular haqidagi hujjatlar yo'q qilinganmi? Bu Sovet darsliklarida aytilmagan tarix. Urushdan keyingi yillar haqidagi tasavvuringizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan tarix. Qani unda boshladik. 1945-yil may oyida Germaniya taslim bo'lganidan keyin millionlab nemis askarlari ittifoqchilar qo'lida asir bo'ldi. Sovet ittifoqiga taxminan 3,5 million harbiy asir tushdi. Askarlar, ofitserlar va hatto urushning so'nggi oylarida safarbar qilingan tinch aholi. Ular qanday qilib Sovet asiriga tushdilar? Ba'zilari urush yutqazganini tushunib, ixtiyoriy ravishda taslim bo'lishdi. Boshqalarini janglar paytida yoki nemis shahariga hujum paytida qo'lga olishdi. Natijada 100 minglab askarlar Sharqiy Yevropa yo'llari orqali SSRdagi lagerlarga, ular haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan lagerlarga qarab, sarf tortib harakatlandilar. Sovet hokimiyati bu asirlarni vayron bo'lgan mamlakatni tiklash uchun ishlatdi. Ular qurilishlarda, shaxtalarda, zavodlarda ishladilar. Shu bilan birga saqlash sharoitlari og'ir edi. Oziq-ovqat yetishmasligi, bir lagerdan ikkinchisiga og'riqli o'tishlar, sovuq baraklar. Allaqachon birinchi 2 yilda 400 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Ammo yuqori o'lim darajasini ham hisobga olsak, raqamlar to'g'ri kelmaydi. Hujjatlarga ko'ra, 10 minglab harbiy asirlar shunchaki g'oyib bo'lishgan. Ular na vafot etganlar, na Germaniyaga qaytganlar orasida qayd etilmagan. Ular qayerga g'oyib bo'lishdi? Javoblarni oldinga qarab qidiramiz. Urush tugaganidan keyin Sovet ittifoqidagi vaziyat juda og'ir bo'lib qoldi. Mamlakat vayronalarda yotardi. Millionlab odamlar yarim vayron bo'lgan joylarda yashardi. Hatto o'z fuqarolari uchun ham oziq-ovqat yetarli emas edi. Bunday sharoitda nemis harbiy asirlari shunchaki og'ir yuk emas, balki o'ziga xos resursga aylandi. Ularni tiklash ishlarida ishlatdilar. Ammo ularga g'amxo'rlik qilish niyatida hech kim yo'q edi. Asirlar orasida ommaviy o'lim birinchi yillarda halokatli edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, ularning 15% gacha birinchi 2 yilda omon qolmadi. Ammo haqiqatda raqamlar yanada yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin. Kasalliklar, och qolish, bularning barchasi epidemiyalar va o'limlarga olib keldi. Shifokorlar va dorilar hatto Sovet fuqarolari uchun ham yetarli emas edi. Asirlar uchun esa ularni umuman hech kim ajratmadi. Lagerlarda ta'mirlash, ochlik tarqaldi. Harbiy asirlarni jalb qilgan ish juda og'ir edi. Ular vayron bo'lgan shaharlarni tiklashdi, yo'llar qurishdi va kanallar, shaxtalar va zavodlarda mehnat qilishdi. Ko'pchilik Sibirning, Uralning, Qozog'istonning sovuq mintaqalariga tushib qoldi. 1945-1946-yilgi qish ayniqsa qattiq bo'ldi va minglab odamlar sovuq va oziq-ovqat yetishmasligi tufayli shunchaki uni yengib chiqa olmadilar. Ammo bu dahshatli yo'qotishlarni hisobga olgan holda ham raqamlar to'g'ri kelmaydi. NKVD hujjatlariga ko'ra, 10 minglab harbiy asirlar va vafot etganlar na qayd etilganlar orasida topilmagan. Ular qayerga ketdilar?
Buni tushunish uchun tarixning boshqa tomoniga, ularning mehnati va maxfiy loyihalarda ishtirokiga qarash kerak. Sovet rahbariyati nemis harbiy asirlarini nafaqat yuk, balki resurs sifatida ko'rdi. Ular eng og'ir sharoitlarda ishlashga to'g'ri keldi. Ammo bu ishlar orasida juda kam eslatib o'tilgan maxsus obyektlar ham bor edi. Harbiy asirlarni asosiy tiklash qurilishlarida ommaviy ravishda ishlatdilar. Stalingrad asosiy suyakkacha vayron bo'lgan shahar tom ma'noda asirlarning suyaklari ustida ko'tarildi. Magnitogorsk va Chelyabinsk eng muhim sanoat markazlari va bu yerda ular zavodlarda va shaxtalarda mehnat qilishdi. Shimoliy lagerlar, Vorkuta, Kolima ko'plab asirlar shu yerda tushib, abadiy muzlik sharoitida ishlashdi. Ammo deyarli hech gaplashilmagan obyektlar ham bor edi. Sanoatni tiklash texnik mutaxassislarni talab qildi. Nemis asirlar orasida esa muhandislar, arxitektorlar, olimlar bor edi. Ularning ba'zilari hech qachon uyga qaytmadi. Ularni zavodlar qurilishidan tortib, ilmiy tadqiqotlargacha maxfiy loyihalar ustida ishlaydigan mahbus lagerlariga ko'chirdilar. Ba'zi tarixchilar g'oyib bo'lgan nemislarning bir qismi sovet harbiy ishlanmalari, shu jumladan atom qurollari yaratish ustida ishlagan deb ta'kidlaydilar. Boshqalar esa hech qanday javob saqlanmagan lagerlarda g'oyib bo'lishdilar. Bu mavjudligi hujjatlarda qayd etilmagan kichik yopiq obyektlar bo'lishi mumkin edi. Ko'pchilik shunchaki ta'mirlash va kasalliklardan vafot etdi. Ammo ularning ismlari hech qachon halok bo'lganlar ro'yxatiga kiritilmadi. Yuqori o'lim darajasi va og'ir saqlash sharoitlarini hisobga olsak, ko'plab asirlarning taqdiri oldindan ma'lum edi. Ammo barcha rasmiy raqamlarni qabul qilsak ham 10 minglab odam na vafot etganlar, na qayd qilinganlar ro'yxatlarida ko'rinmaydi. Maxfiy qatl, qayta tarbiyalanmaydigan deb hisoblangan asirni maxfiy ravishda otib tashlagan yoki hech kim qaytmaydigan lagerlarga yuborgan bo'lishi mumkin. Boshqa versiya maxfiy lagerlar. Ular haqidagi ma'lumot yo'qolgan yoki maxfiy qilingan. Urushdan keyingi yillarda rasmiy statistikaga kirmaydigan ko'plab kichik lagerlar mavjud edi. U yerda sharoitlar yanada yomonroq, o'lim darajasi yuqoriroq, hisobot esa tartibsiz edi. Odamlar shunchaki Gulagning cheksiz tizimida g'oyib bo'lishdi va yillar o'tib, hatto sovet organlari o'zlari ham ma'lumotlarni tiklay olmadi. Ammo agar ba'zilarini qoldirishgan bo'lsa, boshqalarga qaytish imkoniyati berildi. Nega? Rasmiy ravishda nemis harbiy asirlarini ommaviy qayd qilish 1940-yillarning oxirida boshlandi. Ammo jarayon uzoq yillarga cho'zildi. 1946-yildan 1949-yillargacha kasallar, yaradorlar, ishga layoqatsizlarning bir qismi uyga yuborildi. 1950-yildan 1955-yillar oralig'ida belgilangan muddatni ishlagan asirlarning aksariyati Germaniyaga qaytdi. 1956-yil SSR oxirgi 10 ming asirni qo'yib yubordi. Ular orasida yuqori martabali ofitserlar ham bor edi. Ammo bu qayd qilinganlar to'lqinlaridan keyin ham 10 minglab odam qaytmadi. Ularning oilalari FRG va GDRda o'nlab yillar davomida yaqinlarining taqdirini aniqlashga harakat qilishdi. Ammo arxivlarda hech qanday iz yo'q edi. Nega sovet hokimiyati bu ma'lumotni oshkor qilmadi? Buning bir necha sababi bor. Ba'zilar allaqachon tiriklar qatorida yo'q edi. Ammo ularning o'limi qayd etilmagan. Boshqalari rejim uchun ishlashgan va topshirishga tegishli emas edi. Uchinchilari hech qanday hisobot qolmagan lagerlarda g'oyib bo'lishgan. Qanday bo'lmasin, bu tarix urushdan keyingi davrning eng qorong'u sirlaridan biriga aylandi. Haqiqatni bilish imkoniyati bormi yoki bu sirlar shunday arxivlarda dafn etilgan holda qoladimi? Bu haqida yakuniy qismda aytamiz. Urush tugaganidan keyin millionlab nemis askarlari SSRda asirga tushdi. Ularning ko'pchiligi og'ir sharoit, ochlik, kasalliklar va charchatuvchi mehnatni boshidan kechirdi. Ammo oxir-oqibat uyga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Ammo 10 minglab harbiy asirlarning taqdiri sir bo'lib qoldi. Ular bilan nima bo'ldi? Ba'zilari lagerda vafot etdi. Ammo ularning ismlari halok bo'lganlar ro'yxatida yo'q edi. Ba'zilarini maxfiy ravishda qatl qilgan bo'lishlari mumkin. Ayniqsa, sobiq SSlarni va harbiy jinoyatchilarni. Boshqalar hujjatlar saqlanmagan lagerlarda g'oyib bo'lishgan. Ammo yana shundaylar ham bor. Yopiq ilmiy va sanoat loyihalarida bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, ularning hayoti maxfiy qilingan.
va ismlari barcha hisobotlardan o'chirilgan. Sovet hokimiyati bu tarix haqida hech qachon butun haqiqatni oshkor qilmadi. Hatto Germaniyada ham yo'qolgan asirlarning qarindoshlari yillar davomida ma'lumot olishga harakat qilishdi. Ammo javobdularga faqat noaniq formulalar keldi yoki sukunat. Bu yo'qolgan harbiy asirlar siri shunday hal qilinmagan holda qoladimi? Yoki bir kun kelib biz butun haqiqatni bilamizmi? Ehtimol SSRning maxfiy arxivlarida hali ham tarixning bu qorong'u sahifasiga yorug'lik soladigan hujjatlar saqlanayotgandir. Siz nima deb o'ylaysiz? Bir kun kelib barcha sir oshkor bo'ladi deb hisoblaysizmi? Yoki bu tarix 20-asrning eng sirli jumboqlari ro'yxatida qoladimi? Izohlar yozing. Birga muhokama qilamiz.